Xo'sh do'stlar, YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Darslarimizni davom etamiz. O'tgan videoda biz sizlar bilan umumiy web security va bug bounty qismida nimalar o'rganamiz va qaysi mavzularga to'g'rilamiz, hammasini gaplashib o'tgan edik. Ana endi sekin-sekin, ya'ni introduction qismidagi penetration testing o'zi asli nima, nima ishlar qilinadi, shular haqida ozgincha sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Xo'p. Penetration testing o'zi nima? Ko'rib turibsizlarki, bu kodni o'zida ham testing ishlatilyapti, ya'ni test qilish. Biron bir tizimni test qilish, ya'ni test qilish qanaqa darajada va qanaqa holatda. Penetration testing bu website tizimlarini test qilish deyiladi. Ya'ni ularni buzib ko'rish. Ya'ni buzib ko'rish deyiladi. Shu web penetration testingni ham ikki xili bor, shu networking yoki web bo'lsin. Ikkisi ham penetration testing deb ataladi. Va biz xudo xolasa web pen testingni shu modulimizda o'tamiz sizlar bilan. Endi asosiy web penetration testingni asosi bo'lgan bu enumerating, discovering vulnerabilities hisoblanadi. Ya'ni biz avvalambor targetimiz haqida ko'proq ma'lumot olishimiz kerak bo'ladi. Bu narsa nima? Bizda bo'lishi mumkin bo'lgan narsa targetimiz va biz. Birinchi navbatda biz targetimiz haqida ma'lumot yig'ishimiz kerak. Bu gather information deyiladi. Ya'ni information gathering deyiladi. Ya'ni nima? Misol uchun sizda Facebook haqida ma'lumot olmoqchisiz. To'g'rimi? Facebook haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, siz Google kirib turib, Facebook haqida ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Yokida shuningdek asrasak haqida ham. Xuddi shunday bizlar biron bir target haqida ma'lumot olishimiz bu narsa information gathering deyiladi. Ya'ni passive scanning deyiladi. Endi scanningni ikkinchi turi ham bor, bu active scanning deyiladi. Ya'ni biz to'g'ridan to'g'ri target bilan bog'langan va target bilan ulangan holatda tizim haqida ma'lumot yig'amiz va u haqida o'rganamiz. Bu narsa imенно scanning, ya'ni active scanning deb nomlanadi. Endi biz scanning qilib o'zaro tizim bilan aloqa qilganimizdan keyin tizim haqida ma'lumot yig'amiz. Tabiiyki, ma'lumot yig'ganimizdan keyin bu tizimda balkim zaifliklar kelib chiqishi mumkin. Bu zaifliklarni kelib chiqqan qanday zaiflik bo'lishidan qat'iy nazar bizni ekspluatatsiya qilib, vulnerability ishlatib, uni ya'ni zarar yetkazishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni tuzishimiz mumkin bo'ladi. Endi aytganimdek, bu yerda penetration testing, ya'ni enumerating bizda ya'ni pen testing ikkita turga bo'linadi. Bizda network penetration testing. Misol uchun, biron bir korxona, biron bir kompaniya bor. Bu kompaniyani tarmog'i bor, ya'ni sizga to'g'ridan to'g'ri IP adres beradi va siz u IP adresdan foydalangan holatda to'liq tarmoqni testlashni boshlaysiz. Ya'ni nima? Misol uchun printer bo'lishi mumkin, kompyuterlar bo'lishi mumkin, xodimlarning kompyuteri va hokazo. Endi Wi-Fi tarmoqlari, mana shular hammasini networking qilib penetration testing qilasiz. Va ikkinchi turdagi penetration bu website penetration testing deyiladi. To'g'ridan to'g'ri websaytlarni testing qilinadi. Biz esa umumiy holatda web penetration testingni davom ettiramiz. Nega? Sababi websaytlar eng o'sib borayotgan tizimlar hisoblanadi. Hozirda minglab websaytlar bor va tizimlar bor. Va bu tizimlarni tabiiyki zaifliklari ham mavjud bo'ladi. Va biz u zaifliklardan foydalanib anchagina pul yig'ishimiz va ishlashimiz mumkin bo'ladi. Yana mana shu modulda biz penetration testing qismida, ya'ni web penetration testing qismini boshlaymiz. Va modullarimiz oxirida, darslarimiz oxirida biz bug bounty'ga bevosita to'xtalamiz. Balki bug bounty nima ekanligini sizlar bilgansizlar. Bug bounty bu oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, ya'ni bug bounty'ga keyingi videoda biz to'liq yana to'xtalamiz. Ozgina tushuntiradigan bo'lsam, topilgan zaifliklarga siz mablag' o'tishingiz bu bug bounty deyiladi. Endi biz to'liq veb-saytlarni test qilayotgan jarayonimizda nima bo'ladi? Tabiiyki bizga ya'ni vulnerability web page'da kelib bo'ladi. Ya'ni
zaif veb-saytlar kerak bo'ladi. Bu zaif eee, veb-saytlarni biz o'zimizda virtual machine sifatida yaratamiz va zaif veb-saytlarni yaratib, o'zimiz lokal tarmoqlar yaratib, mana shular ustida biz web penetration test olib boramiz. Xolos, o'ylamayman sizlarga bu narsa tushunarli bo'ldi. Keyingi darslarimizda biz bug bounty'ni to'liqroq ko'rishamiz.